Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Giloslar qayerdan olib keldingiz? Giloslarimiz bu Oltiariq. Oltiariq. Gilosi. Nima, Valavesersami? Valavesersa. Qanchadan kelasi? Kilolari 55 ming so'm baho aytyapmiz. Yaxshi, o'zi ham atborniy ekanda. Ya barakasini bersin, ya sog' bo'ling. Savdoga omad. Mana Quvasoydan ham kelibdi malina, Quvasoyda ham ko'p yetishtiriladi-da. Qanchadan 1 kilosi? 20 ming, 25 ming sotishyapti ekan. Vadil hamda Quvasoy shahrida ko'p yetishtiriladi malinalar. Mo'yan qishlog'idanmi? Ha, yaxshi. Nima, tomorqada yetishtirasizlarmi? Ha, yaxshi. Gektarga ekkanlar ham bormi? Ha, sotiga ekadi. Gektarga eksa uda qilish qiyin, ha? Eplab bo'lmay qoladi. Odam ishlatish kerak. Bundan bilib olish kerak. Urilar. Ana shu uri asaka yaltiroq bo'ladi. Qancha kilosi? 10 mingdan. 10 ming so'm. Bu baxmalchi, baxmal. 10 ming so'm ekan bak. Mana tarvuzlarning kilosi 3,5 ming so'mdan bo'pti. Amerikanskiy tarvuz shu moda bo'ldi o'zi. Mana kiloga 3,5 ming so'm ekan. Optim narximi bu? Optim narxda 3,5 ming so'm. Farg'ona dehqon bozori. Qo'ying, tarozga qo'ying. Qani ko'ramiz qancha chiqadi. Mana shu aka mana 20 yildan beri aravakashlik qiladi. Farg'ona tumanining Chekshura qishlog'idan. 20 yil aravakashlik qilib, hattoki umraga ham borib keldi. O'zi pul topib, halol pul topib, umraga ham borib kelibdi. Aka, ismingiz nima? Ahmad aka. Ahmad aka, mana umraga ham borib kelibsiz. 20 yildan beri arava tortaman deyapsiz. Boshqa kasb ham qilganmisiz? Qurilishlarda ishlagan oldin. Qurilishlarda ishlagansiz. Mana 20 yil bo'pti. Malades, qarang. Mana shu arava kashlikda orqasidan pul yig'ib umraga borib keldim deyapsiz. Mayli, ish qilaveringlar. Mana halol mehnatda bu. Ko'pchilik bir haliga ayrim odamlarning nazariga kirmasligi mumkin aravakashlik, lekin eng halol pul topadigan ish mana shu aravakashlik. Nimaga odamlarning og'irini yengil qilyapti? Bu jiyanni olib qo'ying, Ha, jiyani ham bor ekan, mana keyin olamiz jiyanni. Ahmad aka, ishlaringizga omad. Sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana nevaralarni ham xursand qilar ekansiz-da. Uni buni oborasizmi? Har kuni. Ha, bozordan narsalarni olib ketasiz. O'shalarning quvonchiga yetmaydi, qarang. Juda. O'shalar uchun yashayapmiz-da. Yashayapmiz-da. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mayli. Hurmatli o'rtoqlar, Farg'ona dehqon bozori Optim har kuni soat nechida boshlaydi? Kechqurun soat 2 da boshlanadi. Chiroqlar bor, projektorlar bor. Mana ko'rib turibsizlar. Soat 2 da kelishlari mumkin bu yerga. 2dan soat ertalabki 8 gacha rosa qizg'in bozor bo'ladi. Mana siyraylab qoldi hozir. Mana endi hurmatli o'rtoqlar, mana shu Farg'ona eng viloyatimizning markaziy bozori, ayniqsa Quvadan ko'p meva keladi. Quvasoy, Vadil, Oltiariq, Farg'ona tumani, Xonqiz qishlog'i, Oqbilol qishlog'idan juda ko'p meva sotuvchilar, meva yetishtiruvchilar mevalarni ertalabda olib kelib, optim narxda sotishadi. Bu yerdan viloyatimizning turli tumanlariga hamda viloyatlarga tarqab ketadi. Hattoki eksport qilib boshqa viloyatlarga ham jo'natishadi. Hurmatli o'rtoqlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.